Необычный jakart material qidiryaptim deylar. Men shaxtga endi albatta zo'r keldi. Ko'ringlar, bu ikki xil. Bu materialimiz jakart bilasizlar, ozgina forma ushlaydi. Kostyumchilarga, ayniqsa peshnik o'yinlarga juda ham chiroyli ko'rinadi. Choponlar ko'ringlar, juda ham zo'r. Tavsiya beramiz bundan chopon, kostyum, peshnik o'yini. Mana bu payetka bilan birgalikda uyg'unlikda qilingan. Juda ham chiroyli chiqadi. Bunga ham xuddi shunaqa mana bu bilan qora narsalar chiroyli ko'rinadi. Barxtlar, однотонный bazalar, kreplar, например, mana menga izimrudniy rang tavsiya beramiz. Bazasiga ustidan choponi, kostyumini bemalol qilsanglar bo'ladi. Yengil, необычный, qiziqarli material. Hammada ham ko'ravermaysizlar, eksklyuziv. Bazalariga ozgina ko'rsatib ketaman, nimalar qilsanglar bo'ladi. Hop, bu atlasimiz bor, yaxshi material, juda ham chiroyli uyg'unlikda tushadi. Mana xuddi shuni sal to'qroq toni, buni ham qilsa bo'ladi, juda ham chiroyli. Ko'ringlar, qanaqa birga sachtaniyasi chiroyli bo'ladi. Men nimaga ochroq beryapman, чтобы sal ochsin deb. Tak o'zi to'qroq rangdan ham ishlatsa bo'laveradi. Mana bundan chiroyli baza qilib, mana bundan chopon, kostyum, bundan shim, yubka qilsa bo'ladi bemalol. Hop, bunga ko'proq biz qora tavsiya beramiz, chunki sal skromniyroq vid beradi. Tak o'zi bunaqa zoltali ham qilsa bo'ladi, xohlaganlar uchun. Ko'ringlar, bazasini o'zi zo'r materiallar, отдельно bular tema. Chunki bular podkladishing hisoblanmaydi. Bir xil podklad nechi pul deydi. Bular astarli emas, bular yaxshi atlaslar, shunaqalar. Bularni bemalol sarpalarga, to'ylarga, hamma joyga ishlatsanglar bo'ladi. Hammanglarni Mirshaxtga kutamiz, biz bilan birga bo'linglar.